Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz, yurtdoshlarimiz. Bugun inshaalloh mana yuklarimiz tayyor bo'lyapti. Egalariga yetkazamiz. Akalar, biz mana shu materialga zakaz qilganmiz o'zimiz. Mana Buxoroga zakaz qildik, keldi. Mana profillarimiz ajoyib holatda, chiroyli profillar keldi. Mana bu yerga ham tushirib qo'yganmiz. Shunaqa sifatli materiallardan inshaalloh yaxshi profillardan qoralar to'qib yetkazib beramiz. Aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Qorlarimizni tagiga mana bunaqa ustunliklar bor. Bularni 1 metr 115 ming so'mga chiqadi. Endi sizlarga ko'rsatib qo'yaman mana bunaqa firmalarimiz. Ya'ni 5 ga 5 dan bo'layotgan firmamiz. Mana chiroyli holatda chiqdi. Hozir uzunasi 10,5 metr. Yo, 180 ko'tarilgan, 3.0 ga to'xtayapti. Ularni hozirgi kunda 1 metri 140 ming so'mdan. 5 ga to'rlar 135 ming, 4 ga to'r 120 ming. Shunaqa materialiga qarab, baland pastligi ham biroz rol o'ynaydi narxida. E'tibor berib qo'yasizlar. Kraska ham qilib beraveramiz har xil holatda. Kelishilaveradi akalar. Mana ko'rib turganlaringdek yo'lni tayyorlayapmiz. Akalar, kichkinaroq qoralarimiz ham bor. Mana o'yda turibdi. Ko'rsatib qo'yaman hozir. Mana shunaqa arzonchiroq qoralarimiz ham bor. Bemalol e'tibor qilsalaring bo'laveradi. Bularni hozirgi kunda 1 metr 170 ming so'mdan 220 minggacha materialiga qarab o'zgaraveradi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Ustunliklarimizni boshqacha variantlari ham bor, ya'ni mana darozi tepa deyishadi bu yerda. Endi shularimizni hozirgi kunda 1 metr 100 ming so'mga chiqadi akalar. Kimlargadir shunaqa metal konstruksiyalar, ya'ni o'sha metal tomlar, firmalar, qoralar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Videomiz inshaalloh yana davom etadi akalar. Qadrli yurtdoshlarimiz, oldingi videolarimda qo'yganman bu narsani tayyor bo'lish jarayonini ko'rsatgandim. Endi mana inshaalloh tayyor holatga kelibdi. Bu aslida ko'prigimiz, ya'ni suv kanallari ustiga ko'prik sifatida qo'yiladi. Hozir bu teskari turibdi akalar. Mana pastrog'idan odam yuradigan joy mana shu joy bo'ladi. Ya'ni teskari turgani uchun tagida shu holatda turibdi, yuradi mana shu yerdan. Bu yog'i o'sha xorlik sifatida qo'yilayotgan narsa. Bu 20 metrdan uzunroq joy uchun mana bu joyimizni ko'rsatib qo'yay. Bu uni davomi, endi ikkovi ulanib o'sha ko'prik holiga keltiriladi. Akalar, e'tibor berib qo'yasizlar. Konteynerda eshik bozi, ya'ni 10 ga 5 dan qilingan konstruksiya ichi bo'lsa, konteynerda shivillerida mana lagasidan bo'lyapti. Lagani holatini ko'rib turibsizlar. Yaxshi holatdagi lagalardan qo'yilgan sverkalari ajoyib holatda, mana chiroyli holatda sverka bo'lgan. Endi mana shuni ko'rsatib qo'yaman. Mana e'tibor berib qo'yasizlar. Abi ichlarigacha chiroyli sverka qilingan akalar. Mana shunaqa xizmatlarimiz bor. Mana ichki tarafi, ya'ni bu hozir tikka turgan holati, ya'ni shu holatda o'rnashadi borib. Akalar, yana videomiz davom etadi. Qadrli yurtdoshlar, obunachilarimiz, mana kraska sepib beryapmiz. Kraska xizmatimiz. Akalar, 1 metriga mana shunaqa firmalar, qoralarni sepib berishimiz 18 ming so'm bo'lyapti. Mana shu akaxonimiz sepib beradi. Biz ham ishimiz firma to'qish. Bu akamiz o'zi kraska sepish bilan shug'ullanadi. Ularning xizmati alohida bo'ladi akalar. Joyga borib sepib berishi ham mumkin ekan. Bemalol aloqaga chiqib ko'rsatsalar bo'ladi. Bu akalarning nomerlari hamda xizmatlari narxi bizda bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammalariga rahmat. Videomiz shu yerda davom etadi. Qadrli yurtdoshlarimiz,
Mana 5 ga 5dan bo'lgan firmamizni o'zimiz yasab mana bitkizib qo'ydik. Bularni 1 metri 140 ming so'mdan, turga turlarimiz o'sha ya'ni listdan bukilgan profildan bo'lgan turga tur variantimizniki 120 ming, 5 ga 5imiz 140 ming, 6 ga to'rimiz ham 140 ming. 5 ga to'r variantimiz bor, u 135 mingga tayyor bo'ladi akalar. Har 1 metr, ya'ni bu 5 ga 5 variantimizni stenasi, ya'ni devori 1.8 bo'ladi. 5 ga to'rlarimizniki 2.2. Shunaqa variantda bukib berishyapti. Endi biz olib kelib mana firma to'qiyapmiz akalar. Hozirgi kunda bir dona mana shu 5 ga 5imizni 1 metri 22 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Ya'ni profilni o'zi akalar. E'tibor berib qo'yasizlar. Bundan tashqari darvozaxonalarga oddiyroq firmalarimiz ham bor. Qorilarimiz bor. Materiallari ajoyib bo'lgan holatdagi. Shunaqa narsalar, ya'ni xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ustamiz o'zimiz yasab beramiz akalar. Biz bloger emasmiz. Videodagi kamchiliklarga e'tibor bermaysizlar. O'zimizga, ya'ni ish olish maqsadida, zakaz olish maqsadida videoni qo'yyapmiz aka. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Hammalaringga rahmat.